miyamda, ko'nglimda, ichimda nima bo'lsa, tilimda ham shu. Nimani o'ylasam, xuddi shu gapni gapiraman. Lekin rost qancha gap gapirsam, shuncha gap eshitaman. Hammani ko'ziga balo bo'lib ko'rinaman. Boshimga ro'mol o'rab, ko'timga ishton kiyib, pismiqlarcha, voy, assalomu alaykum, voy, bu mumkin emas, uzr, bu harom, voy, uyalaman deb o'zimcha tipi iboli xayoli qilib o'zimni ko'rsatib, bu yerda ancha-muncha ishlarimni bajarib yursam, kadr ortidan menimcha hammani ko'ziga zo'r bo'lib ko'rinaman, ba'zi bir insonlarga o'xshab. Bilmadim. Ancha rost gapni gapirganimga, shuncha gap eshitganimga hayronman. Erim itga ham, bitga ham, kesakka ham, toshga ham rashk qilishiga vobshe bilmayman. O'zi eng yomon ko'rganim xiyonat qilish, zino qilish. Erim meni yaxshi ko'rmaydi, boshqasini oldiga ketib qoldi, voydod, sevmaydi deb yig'lab yurgan ayollar diqqatiga. Kelinglar. O'rgataman qanaqa eringlar sizlarni ninaga ham rashk qilib yurishini. Instagram akkauntida nomer yozilgan. От вас без ума будет ваш муж. Doim jonim, asalim, jonim deb yuradi, lekin yomon rashqchi bo'ladi. Agar shunga chiday olsanglar. Bunga chidasham qiyin ekan. Insonmas ekan.